Videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videomizni oxirigacha ko'ring. Ajoyib bo'lgan pomidor tomat qilib beradigan uskunamiz, Xitoy davlatidan kelgan, sifati juda ham zo'r, ishingizni yengil qilib beradigan, sous qilib beradigan, 220 ga ishlaydigan, original, mustahkam bo'lgan uskunamizni sizga qisqacha ishlash jarayonini ko'rsatib bermoqchimiz. Videomizga bir dona like bosib, bu haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlari orqali bog'lansangiz, sizga batafsil yetkazib beramiz ma'lumotlarni va narx-navolar haqida batafsil tushuncha beramiz. Oddiy 220 ga ishlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, pomidorlarni qay holatda to'g'rab va ichiga to'ldirib soldik. Keyin uskunamizni ishlatishni boshladik. Sifatiga keladigan bo'lsak, juda ham mustahkam, yaxshi, o'zim maza qilib ishlatdim. Kimga mana shu qiziq kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, sizlarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz va qolgan ma'lumotlarni telefon orqali yetkazamiz. Videomiz manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib ketib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan-da qiziqarli hamda manfaatli biznesingiz uchun kerak bo'ladigan videolar bizning kanalimizda ko'p joylanadi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.